Bugün biz Photoshop detaldan foydalanıp tor bekatga bir logo yasash to'g'risida so'zlab o'taylik. Logo yasashda avval sizning o'zingizning mana shu tor betingizning xarakteri, yangi uslubiga asosan o'zingizda bir dastlabki loyiha plan bo'lmaydi. Ya'ni mana shu logo rasmiga, ulanish rasmiga qanday rang shiltma, qanday shakl shiltma, qanday o'zgartirish ilib bormaydiganga o'xshash. Shunga biz bu darslikda mana shu boshqalarning tor betining mana shu ulanish rasmiga o'xshash bir logo yasab, mana shu tor bekatga logo yasash jarayonini bir so'zlab o'taylik. Avval men ulanish to'riga kirib, o'zimga yaragan bir logoni tushirib olay. Bu tavsiyaning ichidagi ma izlatorninkini qilaylik. Buni tushirib olgandan keyin buni ochib qaraydigan bo'lsak, hozir buningda aniq ko'rinmaydi, shunga men buni Photoshopning ichiga kiray. Ondan keyin buni cho'ngaytib, men Photoshopdagi Chuanko, ya'ni ko'znakning ichidan shijanjo vaqt o'qini tanlasam, bu past tarafda mana shu bir logo rasmining bizga 13 parcha holatga bo'lingan 13 qavat suratini chiqarib berdi. Ya'ni bu yerga bu quyish knopkasini bossak, bu logo rasmining o'zgarish holatini bizga ekranda ko'rsatib berdi. Ya'ni buningdan biz shuni ko'rib olamiz. Odatdagi bir mana shu logo rasmi, ya'ni ulanish rasmi faqat bir qanchilg'an mana shu surat qavatlarining orqa bir-birining orqa ulanib chiqishidan hosil bo'ldi. Mana izlatorning logosida 13 qavat surat bor ekan. Demak, logo rasmining xususiyati mana shu. Bir qancha qavat suratning orqa bir-birining orqaga mana shunday ulanib chiqishidan hosil bo'ldi. Endi men mana shu izlatornikiga o'xshash qilib bir yasay. Men tushagan suratning xosligini olsam, bu suratning kengligi 88 paskalga, egizligi bo'lsa 31 paskalga. Men mashinanga o'xshash holatda bir xizmat rayonini quray. Ya'ni kengligi 88, egizligi 31, ya'ni buning birligini paskal shansu. Andan keyin funbyanligi 72. Yansil moshisi RGB bo'ldi. Agar bizning bu yasmoqchi bo'lgan suratimiz, ya'ni bosim buyumlariga ishlatadigan surat bo'lib qolsa, buning funbyanligi 300 bo'ldi. Andan keyin yansil moshisi CMYK bo'ldi. Lekin bizning bu logo rasmimiz faqat mana shu kompyuter ekranida ko'ringashgan. Ya'ni biz tor bekatni nimda ko'ramiz? Kompyuter ekranida. Ko'rgashga buning funbyanligi faqat 72 bo'lsa bo'ldi. Andan keyin yansil moshisi RGB bo'ldi. Bu yan tanishib bo'lgandan keyin men muqimlashtirsam, hozir yangi xizmat rayoni qurindi. Endi hamma qadamni to'liq bosmasa qolmaydi. Biz qurib bo'lgandan keyin buning ismini o'zgartirib, logo deb o'zgartirib ekranga saqlab olaylik. Endi biz mana shu izlatornikiga o'xshatib yozgandan keyin birinchi qadamda bu izlatorning mana shu logosini yaxshi bir kuzatmasak bo'lmaydi. Hozir qaraydigan bo'lsak, birinchi parcha suratda bu izlatorning, ya'ni qir tarafida bir paskal oralikda oq juz rang shakl bor ekan. Ya'ni birisi oq, birisi juz rang, birisi oq, birisi juz rang ashuna shakl bor ekan. Andan keyin bir paskal oraliq qirining ichida bir seriq rang taglik, andan keyin bu taglikda xalqaro cho'ng'izar, karvonlar, andan keyin qumluq, andan keyin qizil o'zini xatchilab yozilgan story degan xat. Andan keyin pastda inglizcha izlochi deb torbat adresi bor ekan. Ya'ni birinchi suratda mana shu elementlar bor ekan. Ikkinchisida bo'lsa, ikkinchisidan 7-gacha bo'lgan mana shu 5 qavat suratning orasida mundaq bir oq siziq bor ekan. Andan keyin oq shakl bor ekan. Bu oq shakl mana shu 2 dan 7 gacha suratning orasida
o'rin o'zgartib bizga xuddi bir nur chaqnayotgandek mana shu unumni ko'rsatib berdi. Andan keyin 8-9 dan boshlab boshqa cho'ng o'zgarish yo'q. Faqat mana story degan qizil xat oqqa, qandan qizilga, yana oqqa, qizilga, oqqa o'zgaraydi. Andan keyin az qaraydigan bo'lsak, mana qirdiki. Mana oq juzrang shakl bo'lsa, bu o'zgarib turdi ekan. Ya'ni birinchi qavatda hozir men belgi qilib qo'ygan orliq oq ekan. Ikkinchi qavatda bo'lsa, bu juzrang o'zgaribdi. Andan keyin 3-qavatda yana oq bo'libdi. 4-qavatda yana juzrang bo'libdi. Demak, buning o'xshatib yasash uchun bizga nima elementlar lozim bo'lgan desak, mana shu birinchisi qirdiki, mana shu oq juzrang degan mana shu bir bo'lak, andan keyin izlatorining o'zini qachilab yezilishi, oqidagi karvon xalqaro cho'ng'izar taglik, andan keyin mana oq nur chaqnagandek bir unumdagi bir shakl kerak bo'ldi. Ya'ni biz kerakli narsalar uni chijiq emasga, hamsa ishni boshlaylik.